Salom do'stlar, Jasurbek Official kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videoda men sizlarga ko'pchilik bilmaydigan mavzulardan biri YouTube'da kanal ochishni ko'rsataman. Hozirda YouTube'ga kiradigan foydalanuvchilarning ko'p qismi telefon orqali kirishadi. Shuni inobatga olgan holda men kanal ochishni telefonda sizlarga noldan boshlab ko'rsataman. Aslini olganda YouTube'da kanal ochish juda ham oson, lekin shuni ko'pchilik bilmagani uchun men videorolik qilishga qaror qildim. YouTube kanal ochishga doir ikkita videorolik chiqarmoqchiman. Bu birinchi qismi bo'ladi. Ve bunda men faqat YouTube kanal ochishni ko'rsataman. Bundan keyingi videoda esa YouTube kanalimizning nastroykalarni to'g'ri sozlashni, kanalimizga banner va avatarkalarni to'g'ri qo'yishni va videolarni YouTube'ga qanday joylashlarini ko'rsataman. Siz esa shu videoga bir donagina like'ingizni aymasangiz, men shunaqa sizlarga foydasi tegadigan videolardan ko'proq chiqaraman do'stlar. Men hozir kanal introsini qo'yaman, ungacha like bosishga ulgurasiz degan umiddaman do'stlar. Birinchi bo'lib siz kanal ochishingizdan oldin siz uchun juda ham kerak bo'ladigan narsa Gmail account, ya'ni elektron pochtangiz bo'lishi kerak. Chunki elektron pochtangizsiz YouTube'da kanal ocha olmaysiz. Bu elektron pochta keyinchalik ham sizga juda kerak bo'ladi. Shunga birinchi bo'lib elektron pochta ochishdan boshlaymiz. Buning uchun telefoningizni nastroykasiga kirasiz va bu yerdan account yoki uchetnoy zapis degan bo'limini topasiz va shunga kirasiz. Va bu yerga kirganingizda telefoningizda registratsiyadan o'tgan barcha nomer va akkauntlaringiz chiqadi. Keyin mana bu добавить учетные запись deganni bosasiz va bu yerdan Google ni tanlaysiz. Endi biz bu yerdan yangi akkaunt ochishimiz kerak. Endi soздать akkauntni bosamiz. Bu yerga ism familiyangizni yozib, dalil tugmasini bosasiz. Ve mana bu tepa qismiga tug'ilgan yilingiz, sana va oilani kiritasiz. Ve pastiga esa o'g'il bola bo'lsangiz mujsko'ni tanlaysiz, qiz bola bo'lsangiz jenskini tanlaysiz. Ve dalil tugmasini bosamiz. Endi bu joyda biz pochtamizga nom kiritishimiz kerak bo'ladi. Shu yerdan sozdать другой adres Gmailni tanlab, bo'sh joyga pochtangizga nom kiritasiz. Iloji boricha oldin kiritilmagan nom yozing. Agar mabodo dalil bosganingizda o'tmay qolsa, bu nomni oldin boshqa kishi ishlatgan bo'ladi. Shuning uchun kamyoproq nom o'ylab toping. Bu joyga esa endi parol kiritasiz. Kamida 8 ta belgidan iborat bo'lishi kerak. Iloji boricha harf va raqam qatnashgan bo'lsa juda ham yaxshi. Birinchi joyga parolingizni, ikkinchisiga esa shu parolingizni yana qayta yozib, dalilni bosamiz. Pashti mana akkauntimiz ham ochilib bo'ldi. Endi eng pastiga tushib, Primayo tugmasini bosamiz. Va yana bir marta dalilni bossak bo'ldi. Shu oxirgisi bo'ladi. Mana Gmail akkauntimizni ham ochib oldik. Endi bunda kiritgan login va parollaringizni esidan chiqarib qo'ymang, chunki keyinchalik sizga kerak bo'ladi. Endi bizga YouTube'ni telefonlar uchun programmamiz kerak bo'ladi. Bu programma sizda yo'q bo'lsa yoki ishlamasa, buni Play Market orqali yuklab olishingiz mumkin. Endi YouTube'ga kirganingizdan so'ng mana bu burchakdagi yumaloq belgiga bosib va bu yerdan Smenit akkauntni bosamiz. Va mana ochgan akkauntimiz chiqdi. Shuni ustiga bir marta bosamiz. Akkauntimizga kirganimizdan so'ng burchakdagi yumaloq belgiga bosib, so'ngra Vash kanal ustiga bosamiz. Mana bu endi asosiy qism. Bu joyga endi kanalingiz nomini kiritasiz. Bunga nom kiritishdan oldin yaxshilab nom topib olib, keyin yozing. Agar noto'g'ri yozib qo'ysangiz, kanalingiz nomini o'zgartirish uchun YouTube 3 oyda faqat bir marta o'zgartirishga imkon beradi. Shunga kanal nomini o'ylabroq yozing. Nomni kiritganingizdan so'ng mana bu pastdagi sozdать akkauntni bosasiz va mana kanalingiz ham ochildi hisob. Endi bu kanalingiz pustoy holatda. Endi kanalni qolgan sozlamalarni sozlash, kanalga banner va avatarkalarni qo'yish va video joylash haqidagi kanalimda keyingi videorolikni joylayman. Shunga kanalimga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha belgisini bosib qo'ysangiz, men videoroliklarimni o'tkazib yubormay kuzatib borishingiz mumkin. Albatta like bosib videomni qo'llab yuborasizlar degan umiddaman va albatta kommentariyada ham izoh yoki savollaringiz bo'lsa bemalol yozib qoldiring. Men albatta javob beraman. Shunday qilib do'stlar, men bu videorolikimni tugataman va keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman do'stlar.